Mana meni qizlarim bugun o'sha ikkinchi marta modellar bilan ishlashyapti. Gulnoz qiyin emasmikan? Yo'q. Mazza qilib ishlashyapti. Bugun kun bo'yi modellar bilan ishlashdi. Bizda bugun qizlarim amaliyot qilishyapti. Hozir bo'yin bilan ishlashdi, endi yuzi ham byurretirizdan piattochik qilishyapti. Bizda qizlarimiz amaliyot qilishyapti. Bu patsientkamizning yuzlariga professionalniy чистка plus kapoksiy terapiya qilamiz. Mani qizlarim yana amaliyot qilishyapti. Bizda qizlarimiz patsientkamizga polmalochkani tayyorlashyapti. Bularga hozir professional чистка va karboksiterapiya va maskalarini qo'yib qo'ydik. Endi polmalochka qilamiz, peshona ko'z atroflarini bloklaymiz va dog'lari bilan ishlab beramiz. Bizda ishlavchida Gulnoza qizimiz bugun smenda qo'llari ancha kelishib qolgan. O'sha modellar bilan bemalol ishlayaptilar.